Hammaga assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun sizlar bilan Isuzu D-Max'da bo'lishi mumkin bo'lgan bitta holatni ko'rib o'tamiz. Isuzu D-Max avtomashinasida mana bunday elektron ключ bo'ladi. Hamda avtomashinaga yaqinlashganda o'zi ochilishi kerak, qo'limiz qo'ygan paytimiz. Va yoki mana bunday knopkasi bo'ladi. Shuni bosganimizda eshik ochilishi kerak. Hozir bizda umuman eshik reagirovать ham qilmayapti, sensor reagirovать qilmayapti. Hamda kalt ham ishlamayapti. Bunda nima qilamiz? Do'stlar, mana kaltning orqa tarafini ko'rsak, mana bunda fiksator bor. Shuni bosganimizda mana bu kalt joyidan chiqadi. Mana do'stlar, mana bunda kalti bor. Mana shunday oddiy harakatlar bilan olsak bo'ladi joyidan. Hamda buni mana eshikda maxsus o'zini kalt qo'yadigan joyi faqat haydovchining eshigida bor. Va mana bunday oddiy harakat bilan eshikni ochsak bo'ladi. Mana eshigimiz ochildi. Mana do'stlar, endi avtomashinaga o'tirib olamiz. Bu avtomashinada start stop knopkasi mavjud. Endi mashina o'ta oldirishimiz uchun start stop knopkasini bosamiz. Tormozni bosib albatta. Hamda ko'rishimiz mumkin, mana bunda ошибка chiqadi. Mana ya'ni elektron kaltni ko'rmayapman deyapti. Immobilizer degan sistemasi bor. Antiugonli sistema. Xuddi shu, mana kaltni ko'rmayapman deyapti. Bu holatda do'stlar, elektron kaltni, ya'ni ichida maxsus batareykasi bor. O'sha batareykasi sovuq kunlarda tez o'tirib qoladi. O'sha batareykasi o'tirib qolgan bo'lsa, do'stlar, bizga bir dona mana bunday отвертка kerak bo'ladi. Bu отвертка yordamida elektron kaltni mana bu yerdan ikkiga bo'lib ochiladi bu. Hozir ko'rsatib beraman. Xullas do'stlar, отверткani mana o'rtadagi mana maxsus o'zini joyi bor. Ochish uchun xuddi shu yerga qo'yamiz va oddiy harakatlar bilan ikkiga bo'lsak bo'ladi. Mana do'stlar, kaltimiz mana bunday harakatlar bilan ikkiga bo'linadi. Bu yerda hech narsa yo'q. Mana bu yerda esa batareykani ko'rishimiz mumkin. SR2032 degan batareyka. Bu do'stlar, ilgari qo'l soatlarga qo'yilardi. Mana elektron magazinlarga borib so'rasangiz, lekin xuddi shunda SR2032 bo'lish kerak. Bu lekin formasi o'xshagani bilan mana bunday ingichkasi ham bo'ladi, u to'g'ri kelmaydi. Xuddi shundan olib, mana do'stlar, almashtirish ham juda ham oson. Mana bu joy olinadi, mana bu yerda shunday olinadi batareyka. Mana hamda almashtiriladi. Va xuddi shu tartibda qaytib joyiga yig'amiz. Operatorim ta'tilga chiqib ketgani uchun do'stlar, meni o'zim kamerani ushlashimga to'g'ri kelyapti. Videoga olishimga to'g'ri kelyapti. Mana do'stlar, kaltimiz yopildi. Xo'p, ana endi mana bu mexanический kaltni joyiga qo'yib olamiz. Mana do'stlar, endi hozir tekshirib ko'ramiz. Mana eshitishingiz mumkin. Eshiklar ochildi, ishladi. Endi avtomobilni запуск qilib ko'ramiz. Mana kalt qo'lida. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Mana elektron kaltdan foydalanishni yana bitta, ya'ni ishlamay qolganda qanday qilib yechim qilishni o'rganib oldik. E'tibor uchun hammaga rahmat. Qanaqadir fikrlar bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Like bosishni unutmang. Kanalimizga a'zo bo'lib qo'ysangiz, Isuzu D-Max avtomashinasi haqida yana videolar bo'ladi. Qiziqarli, foydali videolar bo'lib turadi. Hammaga rahmat.